Mana sizga juda ham zo'r taklif. Madina Islom universitetidan yosh talab qilmaydigan va ayollar ham erkaklar ham onlayn o'qisa bo'ladigan bakalavr dasturi ochildi. Lekin bu 8-avgustgacha amal qiladi. Telegram kanalimizda Abror Isakov deb yozsangiz to'liq ma'lumotlarni men qoldirganman. Sizlarga hozir qabul shartlarini o'qib beraman. Birinchi o'rinda siz Saudiya Arabistoni fuqarosi bo'lmasligingiz va bu yerda iqoma, ya'ni rezident ga ega bo'lmasligingiz kerak. Arab tilini og'zaki va yozma tarzda yaxshi bilishligingiz kerak. Chunki hamma darslar to'liq holatda arab tilida bo'ladi. Agar sizda Attanal sertifikati bo'lsa, topshirishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, siz o'zingiz bilsangiz, universitet o'zi sizni imtihon qilib qabul qiladi. Kamida o'rta maktab yoki shunga ekvivalent bo'lgan sizda hujjat bo'lishligi kerak va onlayn va internet orqali muloqot qilishligingiz kerak. Chunki sizning intervyular va darslar kompyuter orqali bo'ladi. Oxirgisi arizani topshirishligingiz uchun sizga qaytarilmaydigan $62 to'lov summasi bor. Ana shuni to'lashingiz kerak. Bu siz qabul qilinsangiz, qilinmasangiz ham universitet buni olib qoladi. To'liqroq ma'lumot uchun kanalimiz Abror Isakov kanaliga o'ting. Yaqinlariga ham bu videoni jo'natib qo'ying, chunki qabul aytib o'taman 8-avgustgacha davom etadi.